tajribali va qudratli ekanligi haqida o'ylab ko'rib ham o'tirmasdi. Usmonlini parchaladingiz. Qanday turksizlar o'zi? Muzokara nimaligini bilmaydiganlar turklik haqida gap ochyaptimi? Temur xoinlar safiga qo'shildi. Aslida Yildirim xoinlar tarafiga o'tdi. Tinchlaning, Yildirim. Bu ish qanday boshlanganini o'zing ayt. Boyazid Yildirim. Tezkor, qahrli. Yolvoraman, meni o'ldirmang. Mazlum, qani o'qib ko'rchi mardlik kitobida nima yozilgan ekan? Mard. Omonlik tilaganlarni o'ldirmang deb yozilgan ekan. Mayli, bora qol, seni o'ldirmayman. Xudo rozi bo'lsin, Xudo rozi bo'lsin. Endi o'zing borib o'ldir. Boyazid Yildirim davrida Anatoliyadagi mayda beyliklar siyosiy jihatdan birlashtirildi. Nikopolisdagi g'alabasidan so'ng Usmonlilar Bolqondagi super kuchga aylandi va Konstantinopolni deyarli 8 yil qamal qilib Vizantiyani zaiflashtirdi. Faqat uni bir qusuri bor edi. Jahldorlik. Oralaringda hali ham mening fikrimga qarshi chiqadiganlaring bormi? Ammo hukmdorim, biroz tinchlaning. Bas qil, siqildim. Ketaman. Yana o'sha qiliq hukmdorim. Atrofingda men sarson, chiroylisan. Yana o'sha turqso'qni ovozi. Voy, juda qattiq istayotganga o'xshaydi. Nima deyapsan o'g'lim? Xuddi sehrlangandekman. Bundan ham battarga o'xshaysan. Taslimman deb aytasan. Hukmdorim, ketishimiz lozim. Bo'lmaydi. Yo Istanbul meni oladi, yo men Istanbulni. Sultonim, ketishimiz kerak. Temur yaqinlashyapti. U kim bo'ldi? Ham Istanbulni olmoqchimi? Yo'q, Anadolini. Sultonim kofirlarning dodini berayotgan edi. Istanbul ham deyarli kaftlarida edi. Bir daqiqa jim turing. Endi nega shunday odamga urush ochganligi haqida Temurning o'zidan so'raymiz. Amir Temur qudratli, aqlli shoh. Demak meni mot qilding. U holda men filmdan foydalanaman. Shafqatsiz. 14-asr oxirlariga kelib Turkistonda Temuriylar imperiyasiga asos solgan Temur qisqa surada o'nlagan hukmdorlarni o'z izmiga soldi. Ana shu hukmdorlarning bir qismi Temurga qarshi bir yoqadan bosh chiqarishga kelishishdi. Faqat 1395-yilda Terak jangida To'xtamishxon Amir Temur tomonidan qaqshatqich mag'lubiyatga uchragandan so'ng bu ittifoq amalda parchalanib ketdi. Navbat Qora Yusuf va Ahmad Jaloyirga kelganda ular jangdan qochib, Mamluklar sultoni Barquqdan panoh topishadi. Boyazid Yildirimga bo'lsa, Amir Temur o'zining elchisini jo'natadi. Qani o'qichi, Temur nima deb yozibdi? O'qiyapman afandim. Kofirlar ustidan qozongan g'alabalaring ajoyib, ammo dushmanlarim bilan juda ko'p vaqt o'tkazayapsan. Diqqat qil, oyog'ingga axlat yopishmasin. Ming la'nat, hali men uni Oh xudoyim, qanday mamlakatga kelib qoldik-a? Musson shamoli o'rniga sassiq shamol esyapti. Voy buni qara. Yuzida osilib turgan nima? Bu ne xartumi? Bulardan 10 tasini qo'shinga olasan, keyin dushmaningning jonini ham olasan. Ey filbon, senda bulardan yana qancha bor? Hukmdorim, Yildirim sizni va yana Mamluk sultoni bilan Kadi Burxoniddin vafot qilibdi. Ittifoq parchalanibdi-da. Otlarni egarlang ketamiz. Qayoqqa? Qayoqqa bo'lardi janoza namoziga. Sohibqiron o'z qo'shin bilan Hindistondan Anadolu tarafga kelganlar ekan, u yerda noodatiy bir insonparvarlikka duch keldi. Xush kelding, otam, onam. O'sha mashhur dunyo qiroli. Qayerda bor ekan yana shunday buyuk hukmdor? Maqtovlar uchun juda ham katta rahmat. Buyuk xoqon, Usmonli butun tuproqlarimizni oldi. Davlatsiz gadoga aylandik. Bu holda yasholmaymiz o'g'lim. Sivas qalasi haqida eshitganmisiz? Uni hech kim ola olmasmish. Sohibi Qur'on bu gapdan so'ng butun qo'shin bilan Sivasni qamal qildi. Qamal ichida qolgan qal'a qo'mondoni Temurga bir shart bilan taslim bo'lishga rozi bo'ldi. Temur qon to'kmaydi. Sulh tuzilganligiga qaramay Temuriylarga hujum qilgan Sivaslik armanilarni Temur qon to'kmasdan tiriklayin ko'mib tashladi. Ortidan Sivasni olovga bergan Temur Yildirimga Sivas olinganligi haqidagi xabarni jo'natdi. Ammo juda bir mustahkam, olinmas bir qal'a edi hukmdorim. Nimalar deyapsan, posho? Kel. Buyuk olampanoh oldiga bosh egib keldik. Ammo hukmdorim, Amir Temurning azaliy dushmanlari Ahmad Jaloyir va Qora Yusuf bu.
Hoziroq qo'ying. Menga itoat qilganlarni xor qilib qo'ymayman. Kitobda ham shunday yozilgan. To'g'rimi, mazlum? Xuddi shunday hukmdorim. Endi esa Temurning oldiga elchimizni jo'nataylik. Nima deyishga ham hayronman afandim. Joning omonda, aytganini so'zla. Ey, quturgan ko'ppak, sen kimsanki menga tahdid qilasan? Jang maydoniga kelmasang, xotinlaring taloq bo'lsin. Men kelmasam, menikilar taloq bo'lsin. Hali ko'rishganimda u holda hukmdoringga ayt, silohlarini kiysin. Yildirim so'udlarini kiyib, qilichini katta mamnuniyat bilan o'z qo'liga olar ekan, dushmanning kuchiga parvo qilmasdan jangga otlana boshladi. Temur esa unga qo'y, Pushaymon bo'lasan derdi. Itoat qil, omonlikka erish. Men Chin tarafga yurishga ketaman derdi. Ammo Yildirim parvosiga ham ilmasdi. O'zining yovvoyi yuragini tinchita olmasdi. Urushdan oldin bo'lsa o'z askarlariga faqat jangga deb baqirardi va ayni damda u bu safargi raqibi oldingilarga nisbatan ancha tajribali va qudratli ekanligi haqida o'ylab ko'rib ham o'tirmasdi.